Hurmatli kuzatuvchilar, bugun bachadon bo'yni saratoni haqida qisqagina gaplashamiz. Bachadon bo'yni saratoni qachon xavfli? Bachadon bo'yni saratoni kech aniqlanganda xavfli. Erta boshlangan aniqlanganda tuzalish foizi juda yuqori bo'ladi. Bachadon bo'yni saratonini erta aniqlashda ayol o'z vaqtida ginekolog ko'rigidan o'tish, yilda bir marta kolposkopiya pap test topshirishi va doimiy ginekolog nazoratini yo'qotmasligi kerak. Erta bosqichda aniqlanganda bemorda operativ davo tavsiya qilinadi va operatsiyadan keyin bemor nur terapiya oladi va shu bilan bemor nazoratga olinadi. Nazoratda doimiy onkolog nazorati yo'lga qo'yiladi. Kechki bosqichlarda ximyoterapiya, nur terapiya tavsiya qilinishi yoki ximiya nurni effektiga qarab operativ davo tavsiya qilinishi mumkin. Kech aniqlanganda qaytalanish foizi yuqoriroq bo'ladi. Shu sababdan ham oldini olish uchun o'z vaqtida ginekologga ko'rinishni unutmang.